hammasi boshladik o'quvchilar. Qanday ekan o'yin nomi? Sirli sandiq o'yini. Qiziqarlimi bu siz uchun? Boshladik. G'ayratjondan birinchi boshlaymiz. Keyin Xurshida, keyin Muborak. Oho, shart bor ekan. Sandig'imizda nima shart? Senga 8 sirli sandiq beriladi. O'sha sandiqda qiziqarli savollar yozilgan. Istalgan sandiqni tanlab topshiriqni bajar. Topshiriqni zo'r bajarsang ulkan boylikka erishasan. Xo'p, boylikka erishishni xohlaysizmi? Mana sandiqchalarimiz berilgan 8 ta. Birinchini tanladik. Xohlaganingiz tanlang. Ochavermangda bittasini tanlang. Ustiga bosing tanlaganingizda. Savoli bor ekan, ichida sharti bor ekan. Bajaramiz. O'qiylikchi? Uzr, imlosida xato ketib qoldi o'quvchilar. Teng bog'lanish natijasidan nima hosil bo'ladi? Tez ayting. Birinchi savolga javob bering. Teng bog'lanish natijasidan nima hosil bo'ladi? So'z birikmasi. So'z birikmasimi? Teng bog'lanish natijasida deyapmiz. So'z qo'shilmasi. Barakalla, so'z qo'shilmasi hosil bo'ladi. Endi o'zingiz bilgan birorta tez aytishni aytib beringchi, nechta marta aytar ekansiz? Tez aytishni tez ayt. Aha. Tez aytishni tez ayt, 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 tez aytishni tez ayt. Nechta aytdi G'ayratjon? 9 tami? 14. Ko'p aytdi. Chunki barmoq yetmay qoldi-da, keyin boshqatdan qildi. Barakalla G'ayratjon, o'tirib olamiz. Xurshida, kelamiz. Sandiqlardan bittasini tanlang. Tobesiz deb nimaga aytiladi? Qo'lingizda sehrli tayoqcha bo'lsa nima xohlaysiz? Xo'p, birinchi savolga javob beramiz. Tobi so'z deb nimaga aytiladi? Tobesiz Tobi so'z nima? savolga aylanib ketadigan qism. Masalan, maktabning bog'i desak, tobi qani? Maktab. Maktab degan so'z aytmadim, maktabning bog'i deyapman. Maktabning. Barakalla. Keyingiga agar sehrli tayoqchangiz bo'lsa, nima qilardingiz sehrli tayoqchangiz bilan? Xurshida? Bilim. Demak, bilimli bo'lib ketishingni sehrli tayoqchadan so'rardim. Xo'p, rahmat, o'tirib olamiz. Muborak. Kalcha yordamida orqaga qaytib olamiz. Xohlagan sandiqchamizni tanlaymiz. Aha. Uyda yo'q so'z birikmasi turini ayting. Qaysi biriga kiradi? Uchta turi haqida gaplashgandigan. Boshqaruv. Uyda yo'q, xo'p, boshqaruv. Ikkinchi qismiga o'tamiz. Darsga kirmaslik imkoni bo'lsa, qaysi darsga kirmassiz, Muborak? Fizika. Fizika. Nimaga fizika? Yo'q. Xo'p, rahmat, o'tirib olamiz. Keyingi o'quvchimiz Bahriddin Durdona. Xohlagan sandig'imizni. So'z biriklari necha qism? So'z birikmasi necha qismdan tashkil topadi? O'zingizga o'zingiz motivatsiya bering. Keyin oldin birinchi qismini bajaring. 2 ta. 2 ta. Tobi hokim. Xo'p, barakalla. O'zingizga motivatsiya beringchi. Jan Sabina. Bahriddin, o'zingizga o'zingiz motivatsiya bering. Men ingliz tilidan yaxshi o'qiyman. Barakalla, ingliz tilidan yaxshi o'qiyman. Durdona. Tanlaymiz xohlagan sandiqchamizni. Tilla uzuk, so'z birikmasi turini ayting. Eng yaqin do'stingiz kim? Ha, birinchi Tilla qism. uzuk, so'z birikmasi boshqaruv. Qanaqasiga boshqaruv? Bitishuv. Xo'p. Tilla uzuk bitishuvga kiradi, chunki u ohangli kelyapti. Xo'p. Eng yaqin do'stim Farangiz. Farangiz, xo'p. Chiqamiz keyingi o'quvchimiz. Kim chiqadi?
bo'ladi. Madina chiqyapti. Tanlaymiz xohlagan nima sandiqchamizni? So'zlar bog'lovchisi yordamida bog'lansa nima hosil? So'zlar va bog'lovchisi yordamida bog'lansa nima hosil bo'ladi? Qo'shimcha. So'z qo'shilmas. Barakalla, o'tirib olamiz. Qo'shimcha sharti yo'q ekan, Madinaga chiqmadi qo'shimcha shart. Keyingisi tanlanmagan sandiqchalarni tanlaymiz. 6 tanlanmadimi o'quvchilar? Tanlandi hozir. 6 dan chiqamiz. Hokim qism nima? Yomon ko'rgan rangingiz qaysi? Xo'p, hokim qism deb nimaga aytiladi va siz qaysi rangni yomon ko'rasiz ekan? Ha. Hokim nima deydi? Masalan, bitta so'z birikmasi hosil qiling va shu yerdan hokimni aytib bering. Mushtarining kitobini. Xo'p, mushtarining kitobi deganda qani hokim qism? Mushtari kitob. Kitobi, to'g'ri. Demak, bu yerdagi ikkinchi qism shartini bajaramiz. Yomon ko'rgan rangingiz qaysi? Qora rang. Rahmat, o'tirib olamiz. Sandiqchalarimiz qoldimi? Mushtari? Tanlaymiz. Birinchi sandiqda nima bor ekan? Mening uyim birikmasining turini aytamiz va eng sevimli ustozingiz kim? Mening uyim bu moslashuv. Barakalla. Eng yaxshi ko'rgan ustozim Yangicha Gulmatovna. Voy, rahmat asalim. O'quvchilar imlosida ozgina xatoliklar ketibdi. Shoshib yozgan edim, buning uchun uzr so'rayman. Keyingi o'quvchimiz kim tanlaydi? Uch raqam. So'z birikmasi necha qismdan tashkil topadi? O'zingizga motivatsiya bering. So'z birikmasi 2 qismdan tashkil topadi. Tobiy va hokim. Men hamma fandan yaxshi o'qiyman. Barakalla, men hamma fandan yaxshi o'qiyman deymiz-a.